Foiz belgisi. Hamma biladi buni. Foiz belgisi ekanligini. Endi qiziqarli masala bitta ko'ramiz. Misol uchun, do'konga kirdingiz, do'konda mahsulotlarda mana bunday narsalar qilib qo'yadi. Minus. Ko'rgansizlarmi? Yokida minus deb bo'ladi. 50% minus bo'ladi. To'g'rimi? Yoki ba'zi bir mahsulotlar yangilangan bo'ladi-da, mana bunday qilib qo'yadi. Nima degani bu? Mana shundan boshlaylik. Bu minus bo'lsa kamaydi degani. Plus bo'lsa oshdi degani xolos. Shunga endi shularni topishni o'rganamiz. Kelishdimi bu tutlar. Foiz o'zi nima? Foiz mana bitta butun nonni olamiz. Non yoqtiraman, nonni tushuntirishdi. Nonni olamiz. Bu bir degani bitta non yoki bu 100%lik narsa. Tushuntira oldimmi? Yoki bu 100%lik narsa. Yana bitta misol keltiraman, qarab turinglar. Kelinglar, qaysi mevaga o'xshasa ham farqi yo'q, o'zasi olma chizmoqchi bo'lyapman. O'xshadimi? Olma butun tursa bu bitta olma yoki bu ham 100% degani. Hamma tushundimi endi? Olmani mana bu joyidan yoqtirib bitta tishlasangiz, qanchadir qismi ketdi, ana endi bu 100% bo'lmaydi. Foiz kamayib qoladi. Vaziyatni tushunyapsizlarmi endi? Demak, xulosa qarang. Umumiy xulosa nima ekan? Har qanday bitta butun narsani biz 100% deymiz ekan. U bo'lishi mumkin. So'l parta yoki agar sizlar to'liq kelganlarda men 100% derdim. Tushunyaptimi hamma? Butun narsani nima deymiz ekan? 100% deymiz ekan. Endi sizlarga savol, yarim narsa nima bo'ladi? 50%. Voy, nonni yarimi turibdi, tasavvur qilinglar mana. Bu nima bo'lar ekan o'zimizdan? 50% bo'lar ekan. Yaxshi. Agar nonni 4dan bitta qismi turgan bo'lsa, bu 25, 4dan bir qismi turadi 25%. Tushunyapsizmi, foiz topish oson narsa ekanini o'zi. Endi ketdi. Domlar misol uchun qarang, keling, boshqacha biz 37% ni top deb bertachi deydilar, mana. Shu nonni 37%ni top dedi. Ha? Kelinglar, misol nonni bitta narxi hozir nonni 4000 so'm deb oladigan bo'lsak, ha? Nonni 37% necha pul bo'ladi? Hamma savolni tushundimi? Siz qiladigan yagona umumiy usul bor. Siz bittasini topasiz. 100 ta bo'lakka bo'lasiz. Nonni nechta bo'lakka bo'lasiz ekan? 100 ta bo'lakka bo'lasiz, bittasini topasiz. 100 dan 1 bo'lagini. Ya'ni mana buni 100 dan 1ni topamiz. Topaylik, 4000 so'm 100 ga bo'lsak. 40 so'mmi? Bitta bo'lagi 40 so'm bo'lsa, endi bizga nechta bo'lak kerak? 37 ta bo'lak kerakmi? Demak, 37% ni topishimiz uchun mana bu 40 so'mni nechaga ko'paytiramiz ekan? 37 ga. Hamma tushundimi endi? Demak, nolini yozib oldim. 8 2 bo'lsa 180. Demak, 1480 so'm bo'ladi. Endi misol, yaxshida shu do'konchiga havola. Tushundinglarmi o'zini? Foiz topish uchun, demak, xossa, skop qo'yganmisiz ta'mirda? Necha bo'ldi? 6:20. Qoldi. Ha, hali bor ekan, sekinroq gapirdim. Qarang, foiz topish uchun yagona narsa doim qiladigan ishimiz, mana misol uchun biror bir asonni %% ni topmoqchi bo'lsak, ha, asonni 100 ga bo'lamiz ekan, keyin payga ko'paytirib boramiz. To'g'rimi, tushundinglarmi? Ha. Har qanaqasi chiqaveradi. Masalan, 78% ni top desa, birinchi 100 ga bo'lib olasiz. 100 da 78 ga Necha bo'lsa o'sha son, nimanidir. Nimani 78% ni topmoqchisiz siz? Olmaning nimasini, kilogrammini, grammini ashunga qaraladi-da, tushunyapsizmi? Ha, masalan, 4000 yo'q bo'lsa qanday topamiz? Ha, uni berib qo'yadi-da, tushuninglar, uni berib qo'yadi. Tushunyapsizlarmi? Yoki buni berib turib 4000 ni so'rash mumkin, teskari varianti. Unda foizga bo'lib 100 ga ko'paytirasiz. Teskarisi. Mana buni berib qo'ysa 37 ga bo'lib olib 100 ga ko'paytirasiz. Teskarisi. Tushundinglarmi endi? Bitta ishni teskarisini bajarilyapti. Qanchadir bo'ladi. Ha. Desa birinchi. Keling, pauza qilasiz ham. Men pauza qiliraman. Yozib oling. Endi qarang, do'konga kirdingiz, mahsulotning narxi 1.200.000 so'm edi. 1.200.000. Tushundingmi? Asl narx deb qo'yadi. Asl narx arzonlashdi 28% ga. Tushunyapsizlarmi?
minus 28% degani 28% arzonlashdi degani. Endi nechi pulga olayotganingizni bilishingiz kerak-ku, to'g'rimi? Uni qarang, nima qilasiz? Minus degani bu 28% ni topib olasiz va so'ng o'zidan ayirib olish kerak degani. Vaziyat tushundinglarmi? Asl narxidan ayiramiz. Kamaydi bo'lganligi uchun. Mana 28% topishni nima qilamiz ekan? 1.200.000 ni bo'lamiz ekan. 100ga ko'paytiramiz ekan 28ga. Ikkita nolni tashlab yuborsam, qolgan 3 tasi o'tadimi? To'g'rimi? 12 ni 28 ga ko'paytirib beringlar. Necha? 28 kara 12 deyish kerak. Dabl bo'ladi. Ertaga imtihon uchun nima qilishni majbursizlar-da. 336. 336 ekan mana. 336. 336 ming so'm arzonlashyapti ekan, to'g'rimi? Endi siz olayotgan narx 1.200.000 dan ayirib qo'yamiz 336 mingni. Hamma tushundimi endi? 1.100.000 necha bo'ladi? 536 ming. 1.536.000. 536. Ha, yo'q, o'zi. Bundan 1 million bo'lmaydi ekan, 336 mingga ayiradi, 1.200.000. Ayiryapmiz a? Ha. Necha bo'ladi? 900. 9 emas. Yo'q, davlat. 864 ming so'm bo'ladi. Tushunyapsizlarmi endi? Hamma tushundimi nima bo'lganini? Endi qarang, oson yo'li nima deydi? Mana shu summani bitta topish yo'li bor. Qanaqa? Qarang, tushundiraman. Biz 28% ga arzonlashtiryapmizmi? Mahsulot avvalida 100% midi? Qancha foiz qolyapti? 84. 82. O'ylab javob beringlar. 72. 72% qolyapti, to'g'rimi? 28% emas, bir yo'la 72% topishingiz ham mumkin-da. 1.200.000 ni bo'lasiz 100 ga, ko'paytirasiz 72 ga, mana bu summa chiqadi. Qani. Bu oson usul. Ayrishni birinchi bajarib olyapmiz, xolos. Kamaydi bo'lganligi uchun. Endi kelinglar shu masalamizni mana bu 10% qo'shib bizga o'taylik. Bunda ham agar 10% ni topib yana qo'shish ham mumkin. Yoki qarang, agar o'zi 100% edi, 10 ga oshdi desak qancha foiz bo'lib qoladi? 110% bo'lib qoladimi? Endi nima qilamiz? 1.200.000 bo'lamiz 100 ko'paytiramiz 110 bittada javob chiqib qoladi. Ikkita nol tashlab yuborasiz, 4 ta nol olib o'tasiz, to'g'rimi? Bunda bitta borligi uchun 12 ni 11 ga ko'paytirsak 1 2 3 1.320.000 so'm bo'ladi. Tushunyapsizmi? Qanchaga oshdi desa, lekin 10% qancha bo'ladi deb savol bersa, shu 10% ni topasiz, xolos. Qanchaga oshdi, yangi narx qanaqa bo'ldi degan savollarda xuddi shu ish bajariladi. Tushundingmi foizni? Hamma tushundimi? Endi eng oson usulni o'rgataman. Rasmga olayapmi? 720 ni 30% ni top dedi. 720 ni 0.3 ga ko'paytirsangiz bo'ldi chiqadi. Oson ekanmi? 0.3 qayerdan keldi? Qiziqmi? 30 ni 100 ga bo'lsam necha? 0.3 yo'ldan keldi. Qismga o'tib olib turibdi. Endi hozir buni ko'paytirsak, Ha, bitta 0 bitta sur beradi, 72 ni 3 tasi. 6 21. endi aytmoqchi edim men Qanday Ha, bilmasanglar uni oldingi usulda ishlaysiz. Tushunarligi, bu usul oson. Kim uchun matematika hisob kitob yaxshi bilganlar uchun. 30% topish uchun 720 ni 100 ga bo'lamiz. Ha, 3 ga 30 ga ko'paytirasiz. 72. Shuni bir yo'la yozish kerak. Qaranglar mana. 720 bo'lamiz 100 ko'paytiramiz 30 desanglar, mana bu 0 bilan bu 0 bilan bu qisqarib, baribir 72 ni 3 tasi. 210. Tushundingmi? Shu yaxshiroq ekanmi? 10 aslida ko'paytirishni qiynalganlar uchun mayli, mana bu usulda osiylar bo'ladi. Oshdi desa shu summani o'ziga qo'shib qo'yasiz, kamaydi desa shu summani o'zidan ayirib qo'yamiz. Chegirma degani kamaydi, tushuninglar. Oshdi bo'lsa qaysi so'z ishlatiladi? Qo'shilgan qiymat solig'i degan narsa bor, tushunyapsizlarmi? Chet eldan mahsulot olib kirsak, 12% qabul ma'lum qiladi. Shuning uchun chet eldan mahsulot olib kelsangiz, qo'shilgan qiymat soliq qo'shiladi. Mahsulotingiz narxiga 12% qo'shiladi. Bu davlat boji, bojxonadan o'tish. Unda oshadi. Tushunyapsizlarmi?
Mana bunaqa narsa kelib qolsa, 5-sinfda borda, shuning uchun aytyapman. O'ylaning o'tirmang. S bor. Qo'shilgan qiymat solig'i degan narsa bor. Tushunyapsizlarmi? Shuni top desa, bu 12% hozir O'zbekistonda. Tushundingmi? Endi bo'ldi.